Hozirgi tema yana palkadan oshib ketyapti bilyapman. Qo'llarni umumiy mana bu tegi bilan belgacha va buksalar bilan birga ishlaydigan mashq. Mana shu ishlarni yordamida bo'yin, tomoq. Hozirgi ko'rsatayotgan mashqlarim grijasi borligi ham, yo'ligi ham hammaga mumkin. Faqat poзвоночнигida protezi bor ayollardagi sekin astalik bilan qilishni tavsiya qilaman. Qolganlar qancha tez bajarsanglar, shuncha zo'r yuradi. Va xolisini har xil qiling, xolisini chiring. Orasini yopib oling. Xalqani ko'tardik. Yerdan tuproqimizni qayta ko'taramiz faqat. Orqaga tashib olamiz. Tepaga ko'tardingiz, o'rta joyga egasiz. Yelkani egasiz. Ko'taramiz. Yelkani egasiz. Ko'taramiz. Buni faqat tez bajarish kerak. Tez. Keyingi mashqimiz nafas oling. Bilan chiqaveramiz. Palkani ko'tardik, yo'lamachoq tushirdik. Mana ikkala qo'limga e'tibor bering. Tep-tekis, tirsaklarni qilmagan. Palkani eng chetidan ushlab oling. Orqaga olib boraman. Oldiga o'tib. Qo'lim oxiri qattiq to'xtadi. O'sha yergacha olib. Qornim emas, tepalarman, ko'kraklarni orqalari ham to'g'ri chiqqan qo'llarga qo'l ko'rsatib aylanamiz. Mana shu mashq tavsiya qilaman. Istaganingizcha har kuni cheringizda ham xohlaganingizcha bajaring. Faqat qo'llarni tekis qilib orqaga ko'tarib tak, palkani tekis tushirib oling. 3-mashqimizni kim qila olmasa qo'ldan kelgancha mamnun qilib bo'lsa ham harakat ko'rsanglar, qachon sizlarning yelkangiz yumshoq bo'lgandan keyin sizni aylanishni boshlaydi. Kim qo'li yetayotgan bo'lsa, aylanishga aylanayotgan bo'lsa, bundan qattiqroq palka olishi ham mumkin. Hozir yana yelkan nafas olib ko'tarib oling. Nafas chiqardik. Yelkan bo'lib turibdi. Belimni orqaga tortib tashlamaganman, to'g'ri turibdi. Shundoq tirsaklarni o'rtasidan palkani chetidan ushlab aylantiramiz. Va orqaga borib oling. Palkani orqamachoq tushib oling. Endi navbat ko'taramiz. Boshim tepasiga, buksam pastiga, boshim tepasiga. Bu bo'ynida grijasi borlar, poзвоночнигida grijasi borlar va yelkalari yig'ilgan ayollar. Massajga borsa ham, diyeta qilsa ham, effekt berayotgan ayollarimiz mana mashqlarni bu sharoitda kechqurun salqinda qilsanglar juda ham mazza bo'ladi yelkalar va menga rahmat.